o'rtacha 4-5 ming so'mlik rasxod qiladi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kachog'imizni ham olib kelib, ustonovga qilib berdik. Xudo xolisa bundan oldingi qo'ygan videolarda ustonovga jarayonida edik. Hozir zapis berdik kachog'imizga. Hozir qo'shildi. Kachog'imizga уже podacha issiq ketishni boshladi. Kuydiradigan darajaga yetdi уже. 5 daqiqa atrofida vaqt o'tdi. To'g'risini aytadigan bo'lsam hozirda sistemamizda samochok sistema, kachog'imizda 300 metr kvadratga mo'ljallangan kachog'imizda va bu xonadonimizda aytib o'tganimdek ikkita kachog' qo'yilgan. Xonadonning o'rtasida ayvon bo'lganligi uchun, ya'ni darvozaxona bo'lganligi uchun mana bunaqa ikkiga bo'lingan sistema qilingan. Bu tomondagi sistemamizni 2 qavatli bo'lganligi uchun nasos sistema o'rtasida qilinmagan ekan. Mana bu yerda 350 metr kvadratga mo'ljallangan gazli kachog'imiz qo'yildi. Buni hozir hali zapis bermadik. Mana yoqilmagan. Xudo xolisa bunga ham hozir zapis beramiz. Sistemani nasos qo'yib bergan holatda ishlatib beramiz. Kachog'imizga doimgidek ishlatadigan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garechist va 25 diametrdagi rossiyskiy beshov tubardan foydalangan holatda kachog'imizni ham yig'ib olamiz. Kachog'larimiz mana shunaqa buklangan holatda bo'ladi. Hamma tomoni, ya'ni butun yuzdan yasaladi, ichki qismi ham shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Faqatgina old tarafdan sho'x tushirilgan bu kachog'imizni ishlash muddatini ham uzaytiradi va bemalol bosim bilan ishlaydigan joylarga ham ustunovga qilish imkonini beradi. Kachog'imiz deformatsiya bo'lishini ham ancha-muncha oldini oladi. Va bu yerda 85 litr suv sig'imiga ega bo'lgan titanimizni ham ustunovga qilib berganmiz. Titanimiz уже ishlayapti. Titanimizni ustunovga qilganimizga bizda 5-6 kun vaqt bo'ldi, ishlayapti. Mijozimizga ancha yoqqan. Kunlik rasxodi o'rtacha 4-5 ming so'mlik rasxod qiladi qish kunlarida. Titanimiz 24 soat yonib turgan holatda avtomat garovga bilan faqatgina. Tak, titanimiz ham ancha ekonomiya, chunki titanimizni hozir bu yerda ichki qismini ochib ko'rsatmayman, chunki o'sha dimoxodlarni ustunovga qilib qo'ydik. 5 ta 40 ga 40 bo'lgan profildan siklamenliklar yig'ilgan bo'ladi. Chunki bitta dimoxod chiqmagan, ichida 5 ta profildan yig'ilgan dimoxodlar bo'ladi. Dimoxodlarning ichida ham yana siklamenlik yig'ilgan bo'ladi va ular oxirida ham qo'qoldan birlashtirilib dimoxoddan chiqib ketadi. Yurtminglar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda raqamlarimiz yozilgan bo'ladi. Har xil turdagi, har xil kvadrat turgan mo'ljallangan kachog'larni esa berish imkoniyatingiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.